Assalomu alaykum do'stlar, Qoraqalpog'iston yelim. Bunday zatlarda ko'pincha avtotexlarda uchratasiz. Bu narsalarda qo'ygan durust va avam uchun xavfli emas va qo'ygan ham durust. Endi bu mashinalarga setiladi. Грузовой, yük tashuvchi avtomobillar, yengil yük tashuvchi ham ağır yük tashuvchi avtomobillar uchun qo'llaniladi bu yerda. Misol uchun motorni ashuv degandek asfaltlarni bir ko'zdan kechirib chiqib, shunday жұмыстарni atqaradi. O'zimizning uyda Samarqandda bo'lgan quruq ma'qul bo'lgandan rasxot ham ketmaydi. Qalasangiz podvalga qo'yasiz. Qalasangiz жаңағыдай o'zingizning yengil avtomobil, Cobalt, Gentra deganlar uyga shunday mashinalar sig'adi, kemda Tracker, bari sig'adi yengil avtomobil. Ularni endi o'zing ham uyrenib tushunib, qo'ldan kelgancha sekinchilar bo'lgan bo'lsa, ularni sev kerak. Shunday qilib qurib kerak. Albatta uni ko'pincha avtotexda hamda avtomobillarda o'qigan hamda sapchast deganlarda sekin mayda almashtiruvlarda ham yigitlarni sekin odamlar qirdiradi. Uni tek qirdirib qo'ymaydi. Unda bizning kanalimizga a'zo bo'ling. Qiziqarli videolarni olib boraman.